Endi mana Alisher aka bizda ham shunaqa bo'lganki, kitoblarni mana aytdingiz-ku, kitobni tavsiyasi. Ya'ni o'qigan odam, siz hurmat qilgan inson sizga mana bu kitobni o'qigan desa, rosa muhim narsa ekanda. Chunki hozirgi kunda ayniqsa millionta kitob borda, qaysi biridan boshlashni bilmaysan. Va to'g'ri aytdingiz, kitobni o'qish yaxshi, muhim degan tavsiyani hamma gapiradi-da, lekin negadir kitoblarni o'qish darajasi oshmaydi. Mana Galina Yuzefovich degan anaqa bor, Rossiyada mashhur, keyin bizda Nafisa Abdullayeva, молодец, mashhur odamlar bor, maxsus odamlar bor. Ular knижный kritik, ya'ni tanqidchi kitobni o'qiydi-da, tavsiyasini beradi. Shunaqa obuna qilib qo'ysa bo'ladi, hattoki Facebookda, Instagramda, YouTube'da ularning tavsiyasini asosida mag'zini ola olasiz. Hatto hozir shunaqa ilovalar bor, Blink bor-ku. Shuni 2 betda beradi-da, kitob nima to'g'risida. Keyin yoqsa chuqurlashaverasiz. Demak, kitob o'qish texnologiyalari ham muhim ekan-da. Yo, endi bu kitobdan mana siz o'qigansiz, bolangizga beryapsiz, tavsiya qilyapsiz-da. Siz bilan bu kitobdan nima olsa bo'ladi? Bu yerda joylari bor. Keyin men kitob o'qisam, men avtor bilan gaplashaman. G'oyibona gaplashaman. Menga qo'limga kitob tushib qoldi. Nima o'zbek adabiyotida hozir nomi esimdan chiqib qoldi. Hali nimani ishqib so'z tahlili degan kitob bor-da endi. Ya'ni qiyosli bir tahlil va qanaqadir hozir izohli. Ancha bo'ldi o'qiganimga, ajoyib kitob. U kitobchi umuman adabiyotshunoslikka doir kitob, lekin shunaqa yozilgan, mana shu qo'qonli bir olim yozgan. Haligi kitobda 12-betdagi fikr 121-betga kelganlarcha mustahkamlanyapti. Kitob shunaqangi bir naqsh bilan hali nima qilib tikilganga o'xshaydi-da. Kitob butunligiga hayron qoladi. Haligini nimani avtor bilan birga yurasizda, haligini qanchalik darajada yorityapti, qanaqa qilib yorityapti. Menga juda muhim mana shu narsa. Siz bolalaringiz bilan kelgan shu kitobni muhokama qilasizmi? O'tgan kunlarda o'tirib. Endi ular fikrini aytadi, men fikrini aytaman, qanaqadir o'sha paytda muhokama bo'ladi-da endi bu narsa. Men ko'proq tavsiya qilib nima qilaman, endi bitta keyinchalik o'zlari tanlab, o'zlari o'qiydigan bo'lib ketadi, keyin sizga tavsiya qilishni boshlashadi, dada. Mana kitobni o'qing. Murakamini o'qing, buni o'qing. Ajoyib. Demak, jamiyat sifatida biz baribir o'qiydigan millatga aylanmasdan bir qanaqadir salohiyatli, kuchli rivojlangan mamlakatga aylanishimiz qiyin. Yo'q, o'qish emas, fikrlash. Avtor bilan gaplash. O'sha muhimroq-da. Buni mana kitobni olsangiz, syujetda qanaqadir bir syujet bo'ladi, u syujetga qiziqib o'qisangiz, boshqacharoq syujetda yana bittasi yoziladi. Lekin avtorni qarasangiz, nima uchun o'ylayapti, nimaga bunaqa deyapti? Keyin Alisher aka, nima olsangiz bo'ladi bundan qiziqroq narsa. Shu fikringizga bir xil tadbirkorlar, bir xil ayniqsa muvaffaqiyatli insonlar kitob o'qish shart emas, hozir dunyoda shuncha bilim bor, nima kerak bor degan fikrga qanaqa qaraysiz? Qanchalik bu to'g'ri, noto'g'ri? Ular katta tadbirkorlar juda ham. Juda ham erta pul topish boshqa, bu dunyoda kirib nimani haligi tafakkurni kengligi boshqa. U o'ta o'zingiz dunyoyingiz bor, erta unda maza qilib yashaysiz. Men shunaqa deb o'ylayman, u tafakkuringizni, fikrlashingizni, o'sha fikr intellektual dunyoda do'st. Biz fikr nima edi? Bizning nimamiz, jamiyatimiz bittagi fikr yetakchilari. O'sha fikr yetakchilarini nimasi o'ylab ko'ringda, siz buncha doirada fikrlayapsiz-da, bitta stadioncha doirada fikrlayapsiz. Yaqinda bir shu Facebookda ham muhokama bo'ldiki, nima kerak bor? Oldin u kitobdan boshqa hech narsa bo'lmasdi. Hozir senga xohlasang televideniya, xohlasang podkast, xohlasang yana bir narsa. Ya'ni qanchalik buni o'rnini bosadi zamonaviy yechimlar kitob o'qishni. Hozir men kanalimda Думаю, медленно решай быстро degan kitob bor. Endi uni tez o'qib chiqish mumkin. Men 1-2 varaq o'qiyman. Tez o'qib chiqib bo'lmaydi u kitob. Qiyin qabul qilish. Kimdir tez o'qir balkim-da. Men uni nima qildim? Yarmiga yetib bordim. Yarmiga yetib borguncha qayta o'qidim-da, keyin kitob eskirib qoldim deb qoldi. Uni tashladim, hozir yangisini olib keldim, yana boshqa o'qiyman.
Kitobni o'zi betlariga eskirib qoldi-da. Uni qaytab o'qib yonimda olib yuraman, o'qigan kitobim sumkamda yuradi. Demak, baribir kitob o'qishdek fikrni rivojlantiradigan instrument yo'q. U men gaplashasiz, u aytgan narsani o'zimni o'tkazib ko'raman, o'ylayman. Bunaqa keyin o'ylashning natijasida bir narsa yozaman yoki bo'lmasa bitta she'r yozaman yoki bo'lmasam birorta qiziq fikr bo'ladi, ishimda bir narsa qilaman. O'zimni dunyom bor-da, endi men maza qilaman misol uchun. Men ham bir narsani sezdimki, baribir kitob o'qishni o'rnini bosadigan narsa yo'q, chunki inson bilan gaplashganingizda seziladi-da. Uni bagaji qancha film ko'rmagan bo'lsin, qancha podkast eshitmagan bo'lsin, kitob o'qimaganligini sezaman masalan. Bir 15-20 minutdan keyin seziladi suhbat, bilasizmi? Menda shunaqa, bilmadim, siz ham sezasizmi? Xavfli kitoblar bormi? Xavfli betarbiyasi Mana bizda O'zbekistonda spiska bor davlat tomonidan 130 tami, 180 tami har yili taqiqlangan kitoblar. Qarang, Endi ularda misol yarmi diniy kitoblar, endi bizlarga nimaga to'g'ri kelmaydigan bir salafizm tam vahabizm bo'yicha bo'lishi mumkin yoki misol Mein Kampf keladi yoki Gitler. Endi u umumiy anaqa. Mana shu davlat xavfli deb biladi. Lekin misol men yoshligimda men uchun bitta xavfli kitob deb o'ylayman. Nietzschening kitobini o'qib qo'yganman-da. Sal kallab ketganda 1-2 yil. Men ham o'qiganman. Nietzschening kitoblari, Schopenhauerdan Nietzscheni. 14 yoshli bola uchun mana anaqa bo'lib qolganda sal. 14 yosh. Mumkin emas. Vohla endi mana Patu Stormda birazlar Nietzsche. Qarangda nimani odamdan o'sha nimani dabro'izlikni yechintirib qo'yib odamni Gitler shu kitobdan ruhlanganda. Endi Gitler ruhlanishi mumkin, sizni boshqacha qarashingiz mumkin. U qanday o'ylayapti? Qanday o'ylayapti? Men o'shani olganman, xolos. Nestandartni o'ylayapti. Meni hech qanaqangi o'zgartirgan yo'q Nietzschening kitobi. Tushunyapsizmi? Odam qanchalik darajada tayyor shunaqa narsa kitob o'qishga. Maktabdan boshlab. Normal o'zini dunyoqarashi nima qilgan, haligi nima deydi, shakllangan, u nima deydi, kuchli shaxs bo'lib yetishgan odamni-chi o'zgartirib bo'lmaydi. Ungacha Nietzscheni o'qimaslik kerak.